Makka hozirgi kunda jahon qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 1/10 qismidan ko'prog'ini tashkil qiladi. Faqatgina Qo'shma Shtatlarning o'zida yo'q, Germaniya hududini qoplaydigancha Makka dalalari mavjud. Lekin biz yetishtirgan boshqa dehqonchilik mahsulotlari turli xil navlarga ega bo'lsa-da, biroq yetishtiriladigan Makkaning 99% dan ortig'i aynan bir xil navga tegishli. Sariq dent, ya'ni tishsimon. Bu shundan dalolat beradiki, insonlar yer sayyorasidagi barcha o'simliklardan ko'ra sariq dent makkasini ko'proq yetishtirishadi. Xo'sh, nega aynan shu yagona o'simlik navining o'zi qishloq xo'jaligi tarixidagi eng katta muvaffaqiyatga aylandi? Deyarli 9000 yil avval Makka, boshqa nomi esa mays, ilk bor Mezoamerikaga xos bo'lgan teosinta deb ataluvchi yovvoyi o'tdan xonaklashtirilgan. Teosintaning toshdek qattiq urug'larini deyarli yeb bo'lmas edi, ammo uning tolali qismi ko'p maqsadli materialga aylantirilishi mumkin edi. Keyingi 4700 yil davomida dehqonlar bu o'simlikni kattaroq qoyalar va yeb bo'ladigan donalarga ega bo'lgan asosiy ozuqa mahsuliga aylantirib yetishtirishdi. Mays Amerika qit'asi bo'ylab tarqalgan sayin u muhim o'rin egallay boshladi. Ko'plab mahalliy xalqlar Makka ona ma'budini dehqonchilikni yaratgan iloha sifatida e'zozlashardi. Yevropaliklar Amerikaga ilk bor yetib kelganlarida ular bu g'alati o'simlikni mensimadilar. Ko'pgina yevropaliklar hatto mays ular bilan mezoamerikaliklar o'rtasidagi jismoniy va madaniy farqlarning sababi deb hisoblashardi. Biroq ularning Yevropa o'simliklari Amerikada o'smadi. Shu bois ko'chmanchilar ovqatlanish ratsionlarini o'zgartirishga majbur bo'lishdi. Maysning ta'mi ularga ma'qul keldi va u tez orada Atlantik okeanini kesib o'tdi. Turli iqlimlarga moslashuvchanligi tufayli mays Yevropaning ko'plab mamlakatlarida ommalashgan don ekiniga aylandi. Shu bilan birga yaqinda tashkil topgan Qo'shma Shtatlar hali ham dunyodagi Makka poytaxti edi. 18-asrning boshlarida mamlakatning turli mintaqalari har xil hajm va ta'mga ega bo'lgan Makka navlarini yetishtirardi. Biroq 1850-yillarga kelib, ushbu noyob navlarni temir yo'l operatorlari qadoqlashda, savdogarlar esa sotishda qiyinchilikka duch kela boshladi. Chicago kabi temir yo'l markazlaridagi savdo kengashlari fermerlarni yagona standartlashtirilgan Makka navini yaratishga undashdi. Bu orzu 1893-yildagi jahon ko'rgazmasi World's Fair'da amalga oshdi. James Reed tomonidan yetishtirilgan sariq dent makkasi ko'k lenta mukofotiga sazovor bo'ldi. Keyingi 50 yil ichida sariq dent butun mamlakat bo'ylab tarqaldi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi texnologik taraqqiyot tufayli mexanik hosil yig'uvchilar keng tarqaldi. Bundan avval bir kunlik qo'l mehnati talab qilingan Makka hosili endi atigi 5 daqiqada yig'ib olinadigan bo'ldi. Urushda ishlatilgan yana bir texnologiya ammoniy nitrat moddasi, ya'ni kimyoviy portlatkich, qishloq xo'jaligida yangi qo'llanilish topdi. Bu sintetik o'g'it yordamida fermerlar har yili tuproqdagi azotni tiklash uchun ekin almashtirishga ehtiyoj qolmagan holda zich Makka dalalarini qayta ekishlari mumkin bo'ldi. Ilg'or yutuqlar Makkani fermerlar uchun jozibali qilgan bo'lsa-da, AQSh qishloq xo'jaligi siyosati ekilish miqdorini cheklab, bozorda narxlar yuqori bo'lib qolishini ta'minlar edi. Biroq 1972-yilda prezident Richard Nixon Sovet ittifoqiga yirik don sotuvi bo'yicha muzokaralar olib borgan paytda ushbu cheklovlarni bekor qildi. Yangi savdo bitimi va Ikkinchi jahon urushida rivojlangan texnologiyalar tufayli Makka yetishtirish butun jahon miqyosidagi hodisaga aylandi. Bu Makka tog'lari turli xil Makka mahsulotlarining paydo bo'lishiga ilhom berdi. Makka kraxmali yopishqoq modda sifatida benzindan tortib yopishqoqlargacha turli mahsulotlarda ishlatilishi mumkin yoki arzon shirinlantiruvchi yuqori fruktoza Makka siropiga aylantirilishi mumkin edi. Makka qisqa vaqt ichida butun dunyoda eng arzon hayvon yemlaridan biriga aylandi. Bu esa arzon go'sht ishlab chiqarish imkonini yaratib, o'z navbatida go'sht va Makka yemining talabini yanada oshirdi. Bugungi kunda insonlar yetishtiriladigan barcha Makkaning atigi 40% ni iste'mol qiladilar. Qolgan 60% esa dunyo bo'ylab iste'mol tovarlari sanoatiga xizmat qiladi. Biroq bu ajoyib ekinning keng tarqalishi o'zining to'lovi bilan kelgan. Makka dalalaridagi ortiqcha ammoniy nitrat dunyo bo'ylab suv manbalarini ifloslantirmoqda. Makka, ayniqsa uning go'sht ishlab chiqarishni kuchaytirishdagi roli tufayli qishloq xo'jaligi bilan bog'liq karbon chiqindilarining katta qismini tashkil qiladi. Yuqori fruktozali Makka siropi semizlik va diabetning ortishiga sabab bo'layotgani taxmin qilinmoqda. Monokultura yagona ekinli dehqonchilikning o'sishi esa oziq-ovqat ta'minotimizni zararkunandalar va kasalliklar oldida xavfli darajada himoyasiz qoldirgan. Yagona virus butun dunyodagi bu keng tarqalgan ekinni yo'q qilishga qodir. Makka bevosita o'tismon o'simlikdan dunyo sanoatidagi asosiy elementga aylandi. Biroq bu ekin bizni barqarorlik labirintiga olib kirdimi yo'qmi, faqat vaqt javob bera oladi.